optim narxlarda. Aka, bir 10 ta yo'qmi bu Matizdan? Bir 20 tami bu narxlarda hozir sizni el so'kadi. Chunki nima ne? Avtomat 275 mingga hozir bugungiga sotishar ekan. Avtomat 2009, bu 2006 edi. 300 ming kami bor. 275 ming kami bor. Hozir ulgigan ikkita odam bo'ladi-da hozir qani. Ulgigan olib qoldi. Bugun shunday bugungali hozir narxlar aka bugunga yedavasiz ham hozir yarim soatdan ketib qoladi. Siz ishingizni hal qilishadi. Sabab ko'proq bo'lganda yaxshi edi deyapman. Avtomat 275 mingga 2006-yilgi Matz 3 jigar. Mexanika emas, nima bo'lyapti? Yana tushib beramiz deyapti. Bugun yana nima deydi egasiga? Nima qarangda. Bugungaliga deb qara. Hozir bu narxda bugungaliga emas. 1 soatda ish hal bo'ladi. Ishonavering. Qarang. Oldi elektrический avtomat bu 2009-yilga to'g'ri minilgan mashinalar, lekin bu narxda 300 ming yana kami bor bugungaliga. Egasini aytishiga qarang. Agar shuncha 10 ta, 20 ta yo'qmi shu narxlarda berib yuborardik. Hamma aka-ukalarga dedim. Bitta layt qizarib turib qo'yinglar, joninglar sog' bo'lsin. Misrda suv, Visayim suvidan ichib turibsizlarmi? Halol sertifikati bor, boykot emas va kola bemalol ichsanglar bo'ladi. Zo'r suv.